Demak, Bitwinner hisobini to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Hisob to'ldirish tugmasini bosamiz va Bitwinnerni belgilaymiz. Bu yerga ID raqamimizni kiritamiz. Keyin qiladigan ishimiz pul yuboradigan kartamizni belgilaymiz. Xo'p, summani kiritamiz. Misol uchun 10,000 so'm kiritib ko'ramiz. Ana endi ko'rsatilgan kartaga 10,059 so'm summani o'tkazishimiz kerakligini ko'rsatyapti bot. Mana pulni ham yubordik. Endi botga qaytamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, bot bizga 10,059 so'm tashlaganimiz uchun 10,360 so'm, ya'ni 3% bonusi bilan Bitwinner hisobimizga tashlaganini ko'rsatyapti. Demak, Bitwinnerga kirib hozir tekshiramiz buni. Mana aytilgan so'mda kelib tushgan.